2017 yıldan buyan Xitoy hökumətinin Uyğur milli mədəniyyət kimligini yo'qotish uchun yurgizgan bir qator siyosatlari natijasida Uyğur taomlarining xitoylashtirilib kun sari gavdlanmoqda. Yaqindan buyan Xitoy hökuməti xalqaro ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarning kiyim-kechaklari, yemak-ichmaklarga oid sin filmlarini Xinjiangni tonishtirish nomida ko'plab hambakirlash orqali Uyg'urlarning Junxo millatining bir parchasi ekanligini kuchab tashviq qilmoqda. İctimai taratqularda eng ko'p tarqalgan sin filmlarining ichida Xinjiang taomlari temasidagi ko'p qismli hujjatli film Uyg'ur masalasini tadqiq qilayotgan mutaxassislarning diqqatini tortgan bo'lib, mazkur filmda Uyg'urlarning o'ziga xos bo'lgan milliy tamoqlarining tavalligi, ya'ni Uyg'ur xosligi tilga elinmay, hammasi Xinjiang nomi bilan atalgan, shuningdek Xitoy madaniyatining bir qismi sifatida ko'rsatilgan. Yangi dokladda deyilishicha, Yevropa ittifoqiga kelgan kiyim-kechaklarning muhim bir qismi balkim Uyg'ur majburiy emgakidan elingan materiallarni o'z ichiga olishi mumkin ekan. Uyg'ur huquq nazoratchisi Sheffield Hallam universiteti va Uyg'ur demokratiya va kishilik huquq markazi tarafidan tayyorlangan dokladga qaraganda, HAM qatorliq asosli markalar majburiy emgakka chetilish bilan ayblangan. Bo'libmi ular ishlatgan paxta Xitoydagi 4 chong shirkatdan keladigan bo'lib, bu shirkatlar Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak soladigan, davlat qo'llagan atalmish yo'tkab ishga o'rinlashtirish siyosatiga chetishlik ekan. Xitoyda ishsizlar yana ko'payib, ishsizlik masalasi davomli Xitoy hukumatining beshini og'irtadigan jiddiy masala bo'lmoqda. Xitoyning 18 mart e'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyda ishsizlik 2024 yili kirgandan buyon uda 3 oy davomli o'rlagan. Xitoyda ishsizlikning qayta o'rlishi Xitoyning sanoat ishlab chiqarishida yaqinqi 2 oydan beri ozroq ortish ko'rilgan bo'lsa-mu, lekin uning iqtisodning asosli qo'zg'atuvchisi bo'lgan uy-mulk bozori davomli kasatlashib, yangi uylarning setilishi 29% tushib ketgan bir vaqtda o'tirg'i chiqmoqda. Wall Street Journal gazetining qayd qilishicha, Xitoy yoshlarining ishsizlik masalasi uzundan beri davomlashib kelayotgan andish bo'lib, o'tgan yili 6-oyda Xitoy yoshlaridagi ishsizlik nisbati 21% dan oshib ketgan edi. Angliya hukumati Xitoyning jasuslik harakatiga qarshi turish tadbirlari doirasida rasmiy ziyoratda bo'lganlar ichida Xitoylarning sonini azaytish uchun Xitoyga viza cheklimiz qo'yishni o'ylashmoqda ekan. Bloomberg agentligining xabariga qaraganda, odatda diplomatik yoki savdo maqsadida Angliyaga rasmiy ziyoratda bo'lgan kishilar uchun oriq ko'rinishni tekshirish talab qilinmaydi ekan. Rishi Sunak hukumati Xitoy hukumatining bu sistemini qalayimqon ishlatilishining oldini olish uchun Xitoy fuqarolarining rasmiy ziyorat vizasini cheklashni planlagan. Reuters agentligining Elon Muskning SpaceX shirkatining Amerika axborot organi uchun 400 jasus sun'iy hamroh yasaganligi to'g'risida xabardan keyin Xitoy Amerikani qo'sh o'lcham qo'llanish bilan aybladi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasi boshqaradigan ijtimoiy aloqa hisoboti Jun Ching-Kingning yozmasida Washington Xitoy shirkatlarini Amerikaning bexatarligiga tahdid silish bilan ayblayotgan bir sharoitda SpaceX shirkatining bu programmasining Amerikaning nomussizlik va qo'sh o'lcham qo'llanganligini oshkorlaganligi o'tirg'i qo'yildi. Taliban bayonotchisi Pokiston armiyasining Afg'onistonning chegara rayonlarida elib borgan havo hujumida 3 bolani o'z ichiga olgan 8 fuqaroning qazo qilganligini e'lon qildi. Afg'onistonda hokimiyat yurgizayotgan Talibanlar tunugun Pokiston armiyasi tarafidan davlatning chegara rayonlariga qarata elib borgan qolgancha havo hujumida 8 fuqaroning qazo qilganligini e'lon qildi. Taliban orqadan Pokistonning harbiy nuqtalariga og'ir qurollar bilan zarba berganligini bayon qildi.